aziz boshimda yuz ming orzu birlan havas har biri jahon endi desam men nof emas odam avlodiga hargiz bo'lmasin dünya qafas olmasın rayhanların gülşeni içre harfas bu cihan bülbülleri min birle bulsun hem nefes bu cihan bülbülleri min birle bulsun hem nefes menga olam tinch bo'lib do'stlar salomat bo'lsa bas menga olam tinch bo'lib do'stlar salomat bo'lsa bas qolmasin derman jahonda g'am bulutidan nishon ko'kdagi parlaq quyoshdek bir butun bo'lsa jahon bo'lsa-chi derman butunlay yer yuzi doril amon hamma uy to'yxona bo'lsa hamma xalqlar jonajon yallalar qilsam jahon xushxonlarida basma bas menga olam tinch bo'lib do'stlar salomat bo'lsa bas menga olam tinch bo'lib do'stlar salomat Bir kuni bir chol ko'chada eshak minib ketayotsa, yo'lidan hokim avtomobilda chiqibdi. Hokim aytibdi haydovchisiga bir shu odamni boplang debdi va hokim gap boshlab debdi: "Ha bobo, bu deyman eshakni o'qishga olib ketyapsizmi?" deb cholning ustidan hokim va uning haydovchisi rosa kulibdi. Keyin chol javob qilib debdi: "Ha o'qishga olib ketyapman, o'qisa hokim bo'ladi, o'qimasa haydovchi" degan ekan.